Belki nazik nimiken bu mikrofon degan mush simni qanday qo'yish masalasi vatandosh gajgiz qilish yoki qilmaslik munosabati ekan, değil mi? Şun buni avaylab bu yoq yetkazib o'tirdi ekanman. Bugungi isloq hurmatli vatandosh. 2022-yil 6-oyning 26-kuni. Yuqorqi leksiyaning davomi. Shunday dedik, Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgan urushda Jungo betaraf turganda ko'rinib, g'arb dunyosini amin topqizishga urinib baqdi. O'xshashli Jungo Rossiyaning tajovuzchilik urushini qonunlashtirish uchun tarqatgan tashviqot targ'ibotlarini shat-o'tidek takrorlab keldi. Shuning bilan Ukraina Jungo munosabati nol nuqtaga tushib qoldi. Növbette Ukrayna Prezidenti Zelenskiy Shangri-La söhbət yığınında 6-cı ayının 12-ci günü ötküzülgen Shangri-La söhbət yığınında sözləb Asiya dövlətlərindən Ukraynanın Rusiyanın təcavüzü qarışdırışını qolluşuğu müraciət qılğandan başqa Jungo'nun Tayvan'a hücum qilish mümkünlüğü doğrusida soralgan suallarga cevap bergende bunda ko'rsatdi. Dünya Tayvan'ı qollashi lazım. Zelenskiy shunday dedi. Belki avval hücum qilib tizginlash harakatini qo'llash lazım. Tayvan'a hücum qiladigan davlatlarga avval hücum qilib uni tizginlash lazım demoqchi Zelenskiy. Shuning bilan urushning portlashidan saqlanish lazım. Her qanday kishi urushdan foyda ololmaydi. Hozir qarniyat siyosiy rahbarlarni hisobga olmaganda hech kim urushdan foydalanolmaydi. Şunlaşqa ularning ishtiyi ve qori niyati o'zliksiz o'sib kelmoqda. Deb ko'rsatdi Zelenskiy. Dunyo bu xildagi rahbarlarning xo'rigini o'stirib qo'ydi. Şunlaşqa biz bir turli diplomatik qaror orqali yordamga muhtoj davlatlarni qo'llashimiz kerak. Biz ikkinchi bir moliya kuchi bor. Territoriya ve harbiy qurol yaroqlari jihatda qudratli bir davlatning bizni bir taraf qilishini qabul qila olmaymiz. Zelenskiy nutqida mundaq ko'rsatdi, ham ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Urushda qo'yiq mundaq ko'rsatganlar. Urush boshlangandan keyin meseleni hal qilishga kirishmasligimiz lazım. Yoki urush bo'ldikin masala hal qilaman demay, urushdan burun masalani hal qilman. Ma to'g'ri gap, qaltis to'g'ri gap etandir. Hal qilish kirishmasligimiz lazım. Chunki u yerda 100 minglagan kishilar urushdan ziyonkashligiga uchraydi. Urush boshlandi o'lim yetim bo'ladi. Men kishilarning samiga selib qo'yish uchun yuqoridagi so'zladim. Agar xalqaro qonun bo'lmasa cho'ng biliq kichik biliqni yeydi, kichik biliq komotalarni yeydi. Undaqda biz mavjud bo'lmay qolamiz. Biz xalqaro qonunlarni umumiylik asli keltirishimiz lazım dedi Zelenskiy Ukraina prezidenti Shangri-La yig'inida. Ol ko'chisi pochtasi gazetining maxsus to'y yozuvchisi Rogen maxsus obzor e'lon qilib bunday ko'rsatdi. Zelenskiy garchi Jungo Kompartiyasining ismini eg'izga olmagan bo'lsin, lekin u hozirgacha Ukrainada har qanday hukumat odamining Tayvan masalasida so'zlagan so'zlardan eng kuchli notoq so'zladi. Bu notoq Ukrainaning Jungo Kompartiyasidan ada juda bo'lishining sadasi bilib qoldi. Demak, o'tgan bir gaplar chiqqan, Ukraina birinchi bo'lib Tayvanni e'tirof qilamdi degan. Hozir ma jumla shuni yaqinlab kelyapti deb o'tgandik.